Assalomu alaykum barchaga. Men Jo'rayev Jamolbek Abduqahhorovich, Toshkent tibbiyot akademiyasi otorinolaringologiya kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori bo'lib ishlayman. Hozirgi kunda mana bizning respublikamizda bir qancha noyob operatsiyalar o'tkazilib kelinmoqda, shu jumladan otorinolaringologiya sohasida ham o'tkaziladi. Bu soha bo'yicha yana eng kam uchraydigan onkologik proseslardan bittasi lor sohasida olfaktoriya, ya'ni hidlov nervidan o'sadigan o'sma kasalliklari estezio neurocitoma hisoblanadi. Ushbu patologik holat yoki o'sma jarayoni xavfli turiga kiradi. Umumiy onkologik kasalliklar bo'yicha ichida 3-5% gacha uchraydi. Lekin shunaqa kam miqdorda uchrashiga qaramasdan, bu butun burun yondosh bo'shiqlarini hattoki boshqa sohalarga ham o'sishi bilan qisqa muddatlarda tarqalishi bilan xavfliligi bilan ajralib turadi. Demak, mutaxassislarga o'z vaqtida murojaat qilishingizni va kerakli tekshiruvlarni vaqtida o'tishingizni hamda davolash muolajalarini kerakli vaqtda olishingizni tavsiya qilib qolaman.